Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan 24-serverda Noviy God eventini obzor qilib, missiyalarini, zadaniyalarini bajaramiz. Qani, ketdik. Mana kirib oldik o'yinga. Endi zadaniyalarni ko'ramiz. Birinchi zadaniyamiz Noviy Goddan kirish kerak edi. Shuning uchun birinchi zadaniyamiz bajarilgan allaqachon. Mana bu zadaniyamiz bajarilgan. Bajarilgan zadaniyalarni olamiz. Keyingi zadaniyamiz Liboy bitta odam bilan ko'rishing deyapti. Liboy bitta odam bilan ko'rishamiz. Tak, bu odam ketib qoldi. Boshqa odam topamiz. Odam qamarlayapti, menimcha aktiv. Ko'ramiz. Qabul qildi. Zadaniya bajarildi. Zadaniyani qilamiz. Endi keyingi zadaniyalar hop 3 ta har xil joyda ishlang deyapti, event ichida. Hop 3 ta har xil joyda ishlaymiz. Mana ketdik. Birinchi bo'lib mana bu yerdan kiyim olamiz. Kanki kiyimni. Hop, bu yerda bunday qarasak, bu yerda 6 ta ish joy bor. O'sha yerdan hozir hammasida ishlab chiqsak bo'ladi, bemalol. Hop, bu yerdan kiyim olamiz. Endi ishni boshlaymiz. Ishni boshlash uchun mana bu yerdan ishni olish kerak. 15 ta podarka tashish kerak ekan. Mana ketdik. Hop, mana bu zadaniyani ham tugatib oldik. 150 ta shit berdi. Endi ikkinchi zadaniyaga o'tamiz. Ikkinchi zadaniya mana bu yerdagi uychani daryodagi ikkinchisidan boshlanadi. Bu zadaniyada stolbalarni santexnik bo'lib ishlaymiz. Stolbalarni to'g'irlab chiqamiz. Mana ketdi. Mana shunday qilib bosib qo'yib yuborib 8 ta joyni qilish kerak. Mana ketdi. Hop, mana oxirgi 8-точкаga keldik. Mana zadaniya bajarildi. Yana 150 shiti. 20 k pul. Endi mana bu zadaniya haqida qisqacha gapirib o'taman. Bu zadaniyada mana yerning ko'pchilik mumkin metka qayerda? Dom 10 ta joyga dastavka qilish kerak. 10 ta joyga metka beradi. O'shalarga borib chiqish kerak. Bu missiyani qilish ko'proq vaqt va mashaqqat talab qiladi. Shuning uchun qilmasdan o'tib ketaman. Hop. 3-chi eng oxirgi zadaniyani qilamiz. 10 ta podarka tashish kerak. Mana ketdi. Mana birinchisi.
Hop, mana tugatdik. Bu ham 150 SHT berdi. Endi keyingi zadaniyani qilamiz. Ya'ni bu zadaniya emas, bu juda ham oson. Aerodropni topish kerak. Uchta zadaniyani qilib bo'lganimiz uchun mana berdi. Hop. Endi keyingi zadaniyaga o'tamiz. Aerodrop topamiz. Startni bossak, o'sha aerodrop metka beradi. Mana bosdik startni. Metka ko'rsatib berdi, tochka qilib shu yerga boramiz. Shu yaqin o'rtada eventni ichidan metka beradi. Mana shu eventning ichidan. Hop. Kirishdan oldin mana bu joy haqida qisqacha o'rgatib o'taman. Xuddi pochtaga o'xshaydi bu ham zadaniya. Bu yerda 30 ta korobka tashish kerak. Pochtada qanday ishlasanglar, bu yerda ham xuddi shunday ishlanadi. Hop, shu yerga kelasizlar. Bosasizlar xuddi pochtadagidek. Hop, keyin bergan metkasiga olib borib qo'yasizlar. Bo'ldi, xuddi mana shunday. Bu yerda 30 ta tashish kerak. 30 ta tashib chiqish biroz vaqt oladi. Shuning uchun bitta tashib ko'rsatib berdim. Aerodropni oldiga borishni davom etamiz. Ketdik. Aerodropimiz mana shu yaqin o'rtada. Shu yaqin o'rtada bo'lishi kerak edi aerodrop. Qaytadan metka olamiz. Mana to'g'rayimizda ekan. Mana 300 ta SHT va 50 k pul berdi. Bu degani normalniy. Hop, endi keyingi zadaniyalarga o'tsak bo'ladi. Hop. Keyingi zadaniyada bir marta etap 1da bir marta o'ynang deyapti. Hop. Nima qilamiz? Etap 1da bir marta o'ynaymiz. Bu yerda yutish shart emas. Yuting degan zadaniyasi ham bor. Bo'lsa yutish kerak. Bu yerda faqat o'ynash kerak bo'ldi. Bu degani o'yinga kirib, shundan chiqib ketsanglar hisobga oladi. Mana. Уже zadaniya bajarildi. Endi zadaniya ikkinchisi. Etap 2da 5 marta o'ynang deyapti. Endi buni ham xuddi shunday qilib chiqamiz. Mana 5 marta kirib chiqdik. Bu zadaniya ham bajarildi. Men hozircha bilgan va tushungan zadaniyalar shu. Zadaniyalardan yig'ilgan bu SHTlarni nima qilamiz? Hop. Magazin bo'limiga o'tamiz. Ularni ishlatish uchun. Bu tomonda ham zadaniyalar bor, lekin bu zadaniyalar qilish juda ham qiyin. Hop. Magazin bo'limiga o'tamiz. 1999 kasiga aylantirish deyapti. Hop, etap 2ni aylantirib ko'raman. 2755 kasi bor. SHT. Yomon chalgishyapti shularda. Hop. Mushkoy skin tushdi. Mana bu yerda xuddi yo'qshay narsa bor. Besplatniy keys bunga gapman. Bu EPS orqali ko'tariladi 50-darajagacha. Dojdan o'tib ketdi, shina tushdi besplatni. Xuddi shunday qilib har kuni missiyalar takrorlanadi. Mana shunday qilib har kuni qilsanglar bo'ladi. Bir kunda bemalol 3 marta, 4 martalab keys aylantirsanglar bo'ladi yig'ib.